Assalomu alaykum hammaga. Marhamat, ochilishni boshladik. Kuzatib boring jarayonlarni. Sog'lig'ingizmi? Ishlatgashimiz, charchasiz. 2012-yildan beri. Mutaxassis nima? Ona shunga boryapti-da, plus. Shunga yaqin. 16 xona bor. 16 ta xona bor. Bu 2018-yilning 11-oy maktab bo'yicha. 50 yil. Keyingisi o'tdi. Masalan, siz kitob chiqarasiz. Shaharda sentrda emas o'sha. Bo'ldi, rahmat, qizlar ko'p ekan. Almashtirib qo'ysangiz. Bolalarni, yoshlarni bugungi kun bilan mana bir yangi masala bo'lyapti. Kelsangiz biz xursand bo'lardik. Juda katta e'tibor minnatdorchilik. Otaxonlar o'tirib bor bilasiz, aytaman. 4-chi matematik savodxonligini. Shunaqa o'qib ko'rsa. Bir majbur. Yaxshi. Yaxshi sizlarga o'xshaganinglar. Rizaklar o'zlariga doim erta kech masjidimizda dunyoviy ilm domay islomiy ilm bilan doim hamnafas bo'lgan ulug' narsa. Sababiki bu qishlar yaxshi o'tar.